Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada migrantlarning Rossiya o'rniga Osiyo va Yevropa ittifoqiga ketishidan xavotiri boshlanmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya hukumati huzuridagi Moliya universiteti professori, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirining sobiq o'rinbosari Aleksandr Safonov muhojirlarning Rossiya o'rniga boshqa davlatlarga ketib qolishini rubl kursining pasayishi bilan izohladi. Safonovning fikricha, Rossiya Federatsiyasida migratsiya siyosatining qat'iylashtirilishi ham xorijiy ishchilar sonining kamayishiga hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo respublikalari Xitoy faol sarmoya kiritayotgani uchun iqtisodiy o'sishni namoyish etmoqda. Rossiya kompaniyalari ham o'z ishlab chiqarish quvvatlarini ushbu mamlakatlarga ko'chirmoqda. Natijada mintaqada Rossiya bilan taqqoslanadigan maoshli yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu esa odamlarga yo'l va yashash xarajatlarisiz vatanda ishlash imkonini beradi. Ekspert 2020-2021 yillarda migratsiya oqimining pasayishi COVID-19 pandemiyasi tufayli joriy etilgan cheklovlar bilan bog'liqligini ta'kidladi. Keyin Rossiya valyutasi kursining pasayishi Rossiyada xorijiy ishchilar uchun an'anaviy bo'lgan sohalarning jozibadorligini yo'qotishiga olib keldi, deb hisoblaydi mutaxassis. Diqqat, Rossiyadagi migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi 10-sentyabrgacha ruxsat berildi. Amnistiya 10-sentyabrgacha uzaytirildi. Rossiya hukumati noqonuniy yurgan chet el fuqarolarining hujjat olishi mumkin bo'lgan amnistiya muddatini 2025-yil 10-sentyabrgacha uzaytirdi. Bu haqda Sputnik Qirg'iziston agentligi Qirg'iz Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, amnistiyaning uzaytirilishi boshqa davlatlar fuqarolari bo'lgan muhojirlarga ham tegishli. Ya'ni Rossiyada hujjatsiz yurgan barcha muhojirlar 10-sentyabrgacha o'z huquqiy maqomini deportatsiya xavfsiz to'g'rilab olishlari mumkin. Ilgari Rossiya prezidentining 2024-yil 31-dekabrda e'lon qilingan farmoniga ko'ra, hujjat olishning oxirgi muddati 30-aprel deb belgilangan edi. Amnistiya haqidagi farmon rasman 2024-yilning 31-dekabrda amal qilsa ham, hujjatlar qabuli faqat joriy yilning mart oyidan boshlandi. Bunday kechikish natijasida hujjat rasmiylashtirishni xohlovchilardan iborat katta navbatlar paydo bo'ldi. Migratsiya markazlari va Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'linmalarida navbatlarning ko'payishi oqibatida bir qator shaharlarda tartibsizliklar kuzatila boshladi. Qirg'iziston Dib vaziri o'rinbosari Almaz Imangaziyev avvalroq respublika Moskvadan mavjud vaziyatni hisobga olgan holda hujjatlarni uzaytirishni so'raganini ma'lum qilgan edi. Amnistiyaning uzaytirilishi kutilgan bo'lishiga qaramay, muhojirlarga soddalashtirilgan tartibda hujjat rasmiylashtirishni kechiktirmaslik tavsiya etiladi. Rossiyada qonuniy bo'lish uchun asos bo'luvchi hujjatlarni imkon qadar tezroq olish muhim. Bu orqali qonun bilan bog'liq muammolarning oldini olish va mamlakatda xavf-xatarsiz qolishni ta'minlashga erishish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23-aprel kuni Samarqand shahrida amaliy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalda yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Suhbatda O'zbekiston-Rossiya do'stlik, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Barcha yo'nalishlarda faol muloqotlar va sermahsul almashinuvlar olib borilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi oshmoqda.
hududlar va yetakchi sanoat korxonalarining kooperatsiyasi kuchaymoqda. Madaniyat, san'at, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport va turizm sohalarida hamkorlik kengayib bormoqda. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Uchrashuvda migratsiya haqida ham so'z bordi. Migrantlarni Rossiyaga jo'natishdan oldin tayyorlash kerak. Biz mehnat muhojirlar sonini qisqartirish tarafdori emasmiz, ammo ularni Rossiyaga jo'natishdan oldin rus tili, Rossiya qonunchiligini va xorijiy fuqarolar uchun tartib-qoidalarni yetarli darajada bilishini ta'minlash kerak, dedi Sergey Lavrov. Shuningdek, Rossiya TIV rahbari O'zbekiston bilan migrantlar tomonidan ko'p yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar haqida ham so'z bordi. Rossiya Tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, migrantlar sonini qisqartirish Rossiya manfaatlariga javob bermaydi. Uning aytishicha, Baxtiyor Saidov bilan ushbu sohada o'zaro hamkorlik qilish uchun xavfsiz va tartibli sharoitlar yaratish zarurligi muhokama qilingan. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqandga tashrifi yakunlari bo'yicha yakunlangan matbuot anjumanida Yevropa Ittifoqini Rossiyaga qarshi kun tartibini ilgari surayotganlikda aybladi. Migrantlarning bolalariga Rossiyada bo'lish muddati uzaytirilmagan bo'lsa, nazorat ostidagi shaxslar ro'yxatiga kiritiladi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi TASSga ma'lum qildi. Agar voyaga yetmagan muhojirlarning farzandlari belgilangan tartibda vaqtincha bo'lish muddatini uzaytirmasa va u Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lib turgan deb topiladi va avtomatik ravishda nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritiladi, deyiladi xabarda. Ichki ishlar vazirligining aniqlik kiritishicha, Rossiyaga voyaga yetmagan bolalari bilan kelgan muhojirlar o'z farzandlariga nisbatan migratsiya qonunchiligiga rioya qilish uchun to'liq javobgardir. Shu jumladan migrantlarning bolalari migratsiya ro'yxatida turishi, agar RVP yoki VNJ mavjud bo'lsa, tegishli ravishda ro'yxatdan o'tkazilishi, 6 yoshdan boshlab esa davlat dastilloskopik ro'yxatidan o'tishi va fotosuratga olinishi kerak. Bundan xulosa qilish kerakki, migrantlarning bolalariga ham registratsiya vaqtida qilinishi va uzaytirib berilishi kerak. Aks holda bolalar ham maxsus reyestrga kiritiladi. Maxsus bolalar reyestriga tushgan muhojirlarning farzandlari qanday cheklovlar bilan yuzlanishi bo'yicha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Eslatib o'tamiz, qonunchilikka ko'ra migrantlar farzandlariga o'z patentlari yoki RVP yoki VNJ hujjatlari asosida registratsiya qilib berib uzaytirib borishlari mumkin. O'zbekiston va Rossiya migratsiya jarayonini soddalashtirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya delegatsiyalarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda migratsiya tartibi va jarayonlarini soddalashtirish hamda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish masalalari muhokama qilindi. Bu haqda O'zbekiston TIV huzuridagi Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Asosiy takliflardan biri qonuniy mehnat migratsiyasi uchun zarur bo'lgan bir qator tartib-taomillarni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston hududiga o'tkazish bo'ldi. Xususan, tibbiy ko'rikdan o'tish, rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi asoslari bo'yicha imtihon topshirish. Bularning barchasi Toshkentda faoliyat yuritayotgan Rossiya oliy o'quv yurtlari filiallarida tashkil etilishi mumkin. Shuningdek, pasport viza xizmati vakolatxonasi va Toshkent shahrida shahar va markazi faoliyatini qayta tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu o'zbekistonlik muhojirlar uchun hujjatni rasmiylashtirishni osonlashtiradi, vaqtni qisqartiradi va migrantlarning xarajatlarini kamaytiradi. Bundan tashqari, O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan tibbiyot klinikasini ochish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Klinikada mehnat muhojirlari barcha zaruriy tibbiy tahlillar va tekshiruvlardan o'tishlari, shu jumladan gemotest kabi Rossiya kompaniyalarini shu jarayonga jalb qilishlari mumkin bo'ladi. Patent uchun kerak bo'ladigan hujjatlarni O'zbekistonda olish mumkin bo'ladi. O'zbekiston va Rossiya rasmiylari hozir shu masalani muhokama qilmoqda. TIVda bo'lib o'tgan uchrashuvda migratsiya tartibi tamoyillarini, tibbiy ko'riklar va rus tili imtihonlarini O'zbekistonga o'tkazish muhokama qilindi. Shuningdek, til imtihonlarini topshirishga tayyorgarlik ko'rish markazlarini ochish, rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha kurslar tashkil etish,
O'zbekistonda tibbiy ko'rik o'tkazish uchun ixtisoslashtirilgan klinikani ochish. Rossiya tomoni O'zbekistonning PVSning Toshkentdagi vakolatxonasi faoliyatini qayta boshlash haqidagi so'rovni ijobiy ko'rib chiqishga tayyorligini tasdiqladi. Migrantlar uchun rus tili imtihonlari Rossiya byudjetiga $30 million keltirdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Mehnat migrantlarining rus tilidan imtihon topshirishi Rossiya byudjetiga qo'shimcha $2.5 milliard rubl, $30 million olib keldi, dedi Davlat dumasidagi Yediniy Rossiya fraksiyasi rahbari Vladimir Vyacheslav. Uning so'zlariga ko'ra, avvallari bu mablag'lar korrupsiyaga ketgan bo'lsa, hozir g'aznaga tushgan. 2024-yil oktyabr oyida Davlat dumasi migrantlar uchun imtihonlarni o'tkazish bo'yicha davlat organlarining mutlaq huquqiy joriy etuvchi qonunni qabul qildi. Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin bu tashabbus aldov va imtihon komissiyasining korrupsiyasi xavfini kamaytirish uchun zarur ekanligini aytdi. Noyabr oyida Ta'lim va fan vazirligi ushbu imtihonlar uchun yagona narxlarni belgilashni taklif qildi. Dekabr oyida hukumat imtihonlarning yagona narxini tasdiqladi. Shunday qilib, fuqarolikni olishda rus tili imtihoni narxi $2.95 ming rublni tashkil qiladi. Xuddi shunday narx Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha imtihon uchun ham belgilangan. Vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma, RVP yoki yashash uchun ruxsatnoma VNJ olishda rus tili tarix va qonunchilik asoslari bo'yicha imtihon $5.9 ming rubl, ishlash uchun ruxsatnoma yoki patent olishda rus tili tarix va qonunchilik asoslari bo'yicha imtihon narxi $3.8 ming rubl miqdorida belgilangan.